Afg'onistondan uchgan samolyot Navoiy viloyatiga qo'nmoqda. Assalomu alaykum hurmatli YouTube tarmog'i kuzatuvchilari va kanalimiz mehmonlari. Tezkor xabar va yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostida bir dona like tugmachasini bosib qo'yib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Polshaning LOT aviakompaniyasiga qarashli Boeing 787-8 Dreamliner samolyoti Navoiy shahridagi xalqaro aeroportga kelib qo'ndi deb xabar beradi Telegramdagi Novosti Toshkentskvoy Neba kanali. Ma'lum qilinishicha, ekipaj Afg'onistondagi Polsha diplomatlarini evakuatsiya qilish uchun Varshavadan Lo 7023 reysini amalga oshirgan. Shuningdek, Navoiy xalqaro aeroportiga Qobul aeroportidan ichida Polsha fuqarolari bo'lgan Polish Air Force aviakompaniyasining Lockheed S-130H Hercules borti uchib kelmoqda. Navoiyda fuqarolar Polsha aviakompaniyasining yo'lovchi tashishga mo'ljallangan Dreamlinerga o'tiradi, deyiladi xabarda. Avvalroq Germaniyaning ikkinchi evakuatsiya samolyoti 125 nafar yo'lovchi bilan Afg'onistondan Toshkentga uchib kelgani haqida xabar berilgan edi, deyiladi xabar.